Asl Dasturimiz davom etadi. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha tariflar o'zgarishi yuzasidan media tur o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbir O'zagra sug'urta aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan tashkil etildi. Unda sug'urta to'lovlarini kafolatlash jamg'armasi, ommaviy axborot vositalari vakillari, hududdagi blogerlar hamda sug'urta tashkilotlari xodimlari ishtirok etdi. So'z olganlar tomonidan mamlakatimizda sug'urta sohasida raqobatni kuchaytirish, tartibga solish tizimini yanada soddalashtirish, aholiga zamonaviy va sifatli xizmatlarni ko'rsatishda amalga oshirilayotgan ishlar borasida ma'lumotlar berildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-mart sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab barcha turdagi sug'urta polislari istiqbolli loyihalari Milliy agentligining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida rasmiylashtirilmoqda. Bundan tashqari transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urta summasi bugungi kundagi talabga javob beradimi yo'qmi? Ya'ni 40 million so'm. Bu nima degani? 40 million so'm bugunda hammasi sug'urta summasi transport vositasiga emas, balki 35%, ya'ni 14 million so'mi transport vositasi egalarini zararini qoplash uchun, qolgan 26 million so'mi bu jabrlanuvchining hayoti, sog'lig'ini qoplash uchun yo'naltiriladi. Endi hozir ko'ryapmiz, bozor iqtisodiyoti rivojlanib, yo'llarda masalan import qilinayotgan mashinalar soni ko'payib borishi natijasida bizada transport vositasida bo'lgan shikastlanganda shu 14 million so'm yetadimi yo'qmi degan savolni biz xalqimiz, fuqarolar bilan birgalikda shu ko'rib, shu savolda nimadan eshityapmiz hozir. Maqsadimiz shu, bizani sug'urta summasini 40 million so'mdan kamida 2 barobar oshirish masalasi zarurat kelganligi bo'yicha biz hozir fuqarolar bilan suhbat, tadbirlar shunaqa ularni fikr mulohazasini eshityapmiz. Tashkilotchilar tomonidan respublikamizda qonun va qonunosti hujjatlari bilan majburiy sug'urtaning 20 ga yaqin turlari va tavsifi bo'yicha ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, matbuot anjumani davomida sug'urta pulining oshirilishi, baxtsiz hodisa oqibatida yetkazilgan yoki yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning qoplanishi borasida amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan masalalar ham muhokama qilindi. Ishtirokchilar bu borada o'zlarini qiziqtirayotgan savollarga batafsil javoblar olishdi.